Hozirgi kunlarda menga juda ko'p odamlar telefon qiladi. Rustam aka hali she'ringiz bor edi. Erkinjonov aytgan. Qani yana bir bor degan. Nima sababdan, qanday bu ishladingiz, qanday tug'ildi deydi. Men javob beraman. Balkim bu men yozmagan der bu ijodda. Ijod oldindan tug'iladi. Lekin mana bu Erkinjonov aytishi, chiqarishi men shunga kirmagan. Aslida she'r shunday yozilgan. Mana varag'im, mana daftarim, mana nimam. Shuni aytib beraman. Tug'ilganini shu ijodda. Ey hayot, aytgin o'zing, ne kunlarni sen berding. Qayg'u va g'am, tashvishlarni menga atabmi terding. Nasib etarmi menga ham insonlardek quvonish, yo taqdirim shul ekanmi? Faqat orzuda yonish. Bir girdob o'rab meni, go'yo bezanjir bog'ladi. Xayolim charchatib har yon yurak bag'rim dog'ladi. Faqat bir shunch ko'rdim. Qalbginamni chog'ladi. O'shanda ham qayg'u g'amlar kelishib so'roladi. Qani edi yana bir bor kelganimda dunyoga deb shu she'riyat yozganman. Erkinjon buyog'ini aytgan, hali ko'p aytadigan dardlarim bor.